Kech payt 12 da soluvdim o ko'mirni. Hozir mana kunduzgi 12:30 bo'ldi, maşallah. Assalomu alaykum akalar. Alhamdulillah, mana qish kelib, bugun havolar aynida. Endi ko'mirni g'amini yersiz, ko'mir olmaganlar, olmoqchi bo'lganlar. O'tgan safar ham bu yerda chiqardim. Yana bir chiqarishlikni sizlarga lozim topdim. Ko'mirlarimiz qayerda ko'miri bor? Ko'mirimiz Sulukdaniki bor, Qorakechaniki bor, Alaydiki bor, SMU'niki. Qancha kolичествоda desa borda endi yetkazib berasizlar, xudo xolasa. Alaydi ko'miri necha pul bo'lyapti? Qorakecha necha pul bo'lyapti? Sulukda necha pul bo'lyapti? To'g'ri gap, pullari ham qiziqda sizlarga. Pullarini ham bir bilinglar. Tak, Alaydimizniki elangani, maydasi yo'q, elangani 9 so'mdan beryapmiz. Dastlabkasi bor. Qorakechanikini elanganini 13 so'm beramiz. 13 so'm. Anaqaniki bor, Sulukdalar 550 dan bo'lyapti. Yaxshisi suv deganniki, topib 550 dan bo'lyapti. To'g'ri gap, men o'zim sulukda ko'miridan yaxyapman. O'zi qorakechani o'tgan yil qo'ydik. Bu yil hech sulukda ishlatmasdik-da, bu yil ishlatyapman sulukda yaxdi menga. Sulukda ko'miri yaxtali maydasini yaqib turib kech paytda kattasini solib qo'yyapmiz. Ertamangacha turibdi. Sulukda ko'miri baribir yaxshi ekan, ochiq gapda. Xo'p, dastlabki xizmatlari bor. Dastlabki xizmatlari bor. To'rni olganga besplatni yetkazib beradi. Beriga 100 kilo, 200 kilo oladiganlarga dastlabkasini pulini kelishiladi. Telefon nomerlarini aytib qo'yasizmi? Nomerlarimiz 309 20 30 22. Bo'ldi. Adreslarini bir ko'rib olaylik-da. Adreslarimiz samolyotdan, sentr hokimiyat tarafdan Zelenomost tarafga qarab tushib kelayotganimizda, ya'ni banka ko'cha Tsomga pasport stol bor, pasport stoliga burilayotganimizda o'ng qo'limizda joylashgan. Kelib savdo qilib ketishlik, ko'mirlardan zakaz qilishlik, Rossiyada bo'lsangiz telefon qiling, dastlabki qilib berishadi, xudo xolasa. Like, podpiska, kommentariy esdan chiqmasin akalar, rahmat.